Assalomu alaykum, hurmatli brifingimiz ishtirokchilari. Bugun kadrlar salohiyati va professional rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha qisqacha to'xtalib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat fuqarolik xizmatini yangi yondashuvlar asosida tashkil etish hamda professional va natijadorlikka yo'naltirilgan davlat xizmatchilari korpusini shakllantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon loyihasini tayyorlashda mahalliy va xorijiy ekspertlar hamkorligida, jumladan Fransiya, Germaniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Latviya, Angliya va AQSh kabi rivojlangan davlatlarning tajribalari o'rganilib, shu asosda ishlab chiqildi. Normativ hujjat davlat fuqarolik xizmatining zamonaviy standartlar asosida tashkil etish, davlat xizmatchilarining natijadorlikka yo'naltirish, aholining davlat xizmatiga bo'lgan ishonchini yanada oshirish, sohaga istiqbolli kadrlarni jalb qilish va ularni professional mutaxassis etib tayyorlashning samarali tizimini joriy etish, shuningdek davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun hamda O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashga qaratildi. Davlat fuqarolik xizmatini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi, jumladan davlat fuqarolik xizmatini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasining maqsadli ko'rsatkichlari ishlab chiqildi. Davlat boshqaruvini modernizatsiya qilishning 3 ta ustuvor konsepsiyalari belgilandi. Bundan birinchisi yangi davlat boshqaruvi, davlat organlarining xususiy sektor menejmenti prinsiplari asosida tashkil etishga qaratilgan yondashuv. Tamoyillariga ko'ra davlat xizmatchilari ijrochi emas, balki menejer sifatida faoliyat yuritadi. Davlat xizmatlari natijalar va samaradorlik asosida baholanadi. Raqamli monitoring va KPI tizimlari keng qo'llaniladi. Ikkinchi ustuvor konsepsiya bu namunali hokimiyat. Davlat boshqaruvining demokratik va huquqiy asoslarini ta'minlashga qaratilgan konsepsiya bo'lib, ochiqlik, hisobdorlik, jamoatchilik ishtiroki, korrupsiyaga qarshi kurash va inson huquqlari himoyasi kabi tamoyillar asosida davlat boshqaruvining institutsional sifatini oshirishni maqsad qiladi. Uchinchi konsepsiya, ustuvor konsepsiya bu inson qadri. Davlat faoliyatining asosiy maqsadini jamiyat uchun qiymat yaratish sifatida belgilaydi. Ushbu modelda fuqaro faqat xizmat oluvchi emas, balki davlat siyosati shakllanishida faol ishtirok etuvchi subyekt sifatida qaraladi. Davlat qarorlari esa ijtimoiy adolat va farovonlikni ta'minlashga bag'ishlanadi.